Daqiqalardan so'ng Ispaniya Kubogi final uchrashuvi boshlanadi. Barselona Real. Albatta barchamiz sabrsizlik bilan kutmoqdamiz mana shu uchrashuvni. O'ylaymizki, bu safar ham mana shu o'ziga xos ajoyib futbol spektaklidan bahra oladi. Biror marta gol o'tkazib yubormadi. Barselona tezkor qarshi hujum borasida Real ancha hozir o'yindan tashqari holat yo'q. O'yinni davom ettirsa bo'ladi. Di Maria yaxshi imkoniyat, zarba, gol. Real uchrashuvda hisobni ochmoqda. Angel Di Maria Benzema to'pni uzatgan edi. Va to'p himoyachining oyoqlari orasidan o'tgan. Pinto esa ulgurmadi. Mana Alba to'pga tashlandi, to'p uning oyoqlari orasida. Hatto jarohatlar ham esdan chiqdi menimcha. 11-daqiqa. Hozir burchak zarbasi. To'p jarima maydonchasi ichida yaxshi imkoniyat va Realga sal sukunat taqdim etishyaptimi? Real oldinga boryapti. Barsa faqat hujumga intilish kerak hozir. Casillas, Di Maria yaxshi imkoniyat, Benzema juda ham xavfli zarba. Burchak zarbasi, demakki Pintoga tegdi to'p. Pinto to'p uchun kurash olib bordi. Yo'q, bu gol hisobga olinmaydi. Pintoga nisbatan qo'l ishlatildi. Pinto dastlab vaziyatni o'yladiki, gol bilan tugadi deb o'yladi, ammo hakam bu holatda Pintoga hujum uyushtirilganini qayd etib bo'lgandi. Shunda Real jamoasi a'zolari, mana sizga imkoniyat, mana o'sha sizga bosh bilan o'ynash. Davron, ko'rdingizmi? Demak, baribir himoyachi sifatida tanqid qildik, lekin bu yerda u hujumchi sifatida qatnashdi. Albatta, lekin juda ham chiroyli gol. Chiroyli gol urdi Mark Bartra. Imkoniyatidan bu narsa ruhiy ustunlikni Barsa tomoniga o'tkazsa ajab emas. Hozir esa Luka Modric uzoqdan zarba. Real jamoasi a'zolari tezkor qarshi hujum. Bale o'tib keta oladimi? Bartra ulgurmadi. Bale xavfli vaziyat, zarba, gol. Gareth Bale oxirigacha kurashni davom ettirmoqda va Bartradan o'tib ketdi. Gareth Bale. Benzema jarima maydonchasi ichida raqibni aldadi, zarba berdi. Pinto. Xavi yaxshi imkoniyat. To'p darvoza ustuniga tegmoqda. Bunaqasi lekin. Casillas hatto. Vaqt esa tugadi, out tashlash imkoniyatini bermadi. Ham xursand Real jamoasi a'zolari bir-birlarini Realga o'tib jamoaning asosiy to'purarlaridan biri va jamoaning asosiy assistentlaridan biriga aylandi. Lekin baribir salgina hali